Har bir sigaret tarkibida 7000 dan ortiq kimyoviy modda bor. Shulardan kamida 70 tasi bevosita saraton chaqiradi. Bu taxmin emas, bu isbotlangan fakt. Chekish o'pkani nafaqat qoraytiradi, balki o'zini o'zi tozalash mexanizmlarini o'chiradi. Natijada balg'am to'planadi, nafas yetishmaydi, o'pka saratoni xavfi chekmaydigan odamga nisbatan 20-30 barobar yuqori bo'ladi. Klinik belgilari qanday? Doimiy yo'tal, ayniqsa ertalab, balg'am ajralishi, nafas qisishi, zinadan chiqishda bo'g'ilish, tez bronxit va pnevmoniya yuzaga keladi. Nikotin qonga tushgandan keyin bir necha soniya ichida yurakka yetib boradi. Qon tomirlar torayadi, qon quyuqlashadi. Shu sababli chekuvchilarda infarkt va insult xavfi erta yoshlarda keladi. Chekish miya hujayralarini kislorodsiz qoldiradi. Har bir sigaret miya hujayralarining bir qismini qaytmas qilib zararlaydi. Xotira pasayadi, diqqat susayadi, qon quyilish xavfi oshadi. Chekish immunitetni sindiradi. Oddiy shamollash og'ir kechadi, jarohatlar sekin bitadi. Organizm saratonga qarshi kurasha olmay qoladi. Tashqi tomondan esa teri tez qariydi, tishlar yemiriladi va noxush hidlar paydo bo'ladi. Chekish stressni emas, hayotni qisqartiradi. Har tashlangan sigaret esa umrga qo'shilgan vaqt.